Farzandingizga hali ham ovqatini og'zingizda chaynab beryapsizmi? Qoshiq, vilkalar toza holatdami? Epstein-Barr virusi haqida eshitganmisiz? Ramazon oyi munosabati bilan bolalar uchun maxsus xayriya aksiyasi. Darmon servis klinikasida 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun Epstein-Barr virusi hamda gerpes 1 va 2 analizlari bo'yicha laborator tekshiruvlar bepul tashkil etilmoqda. Ba'zi viruslar bola organizmida yashirin kechishi mumkin. Ular orasida Epstein-Barr virusi va gerpes 1 va 2 turlari ham bor. Bu viruslar immunitet pasayishi, tez kasal bo'lish, limfa tugunlarining kattalashishi, charchoq va uzoq davom etuvchi yuqori harorat bilan namoyon bo'lishi mumkin. Tekshiruv so'lak orqali topshiriladi. Farzandingiz topshirgan tahlillar narxi 200 ming so'mdan oshsa, bu analizlar siz uchun mutlaqo bepul. Bu aksiyamiz 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun amal qiladi. Qo'ng'iroq qiling yoki direct orqali murojaat qiling. Unutmang, Darmon servis farzandlaringiz uchun qayg'uradi.